Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani va Nurafshon shahriga tashrif buyurib, transport va ijtimoiy infratuzilma, raqamli texnologiyalar, sanoat hamda shaharsozlik sohalarida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari yirik qurilish loyihalariga start berdi. Yillar davomida aynan shu nuqta Toshkent va Nurafshon o'rtasidagi eng katta tirbandlik o'chog'i edi. Chunki avtomobil harakati faqatgina bitta sathdagi svetoforli choraxa bilan tartibga solingan. Yo'lning o'tkazuvchanlik quvvati esa ortib borayotgan transport oqimiga mos kelmay qolgan edi. Bu yerdan o'rtacha bir kunda 40 mingdan 42 minggacha mashina qatnovi yo'lga qo'yiladi. Biz bilamizki, bu yerda choraxani kesishmasi ayniqsa mana shu tungi payt, biz chaspik deymiz, o'sha paytda juda katta muammoni keltirib chiqaradi. Tig'iz paytlarda haydovchilar Nurafshonga kirish yoki undan chiqish uchun ba'zan soatlab tirbandlikda qolishga majbur bo'lgan. Ijodiy jamoamiz bilan ko'prik qurilishidan oldingi holat bo'yicha so'rovnoma o'tkazganimizda asosan shunday fikrlarni eshitdik. Qayilib olish uchun ham ancha vaqt yo'qotilardi, svetofor bo'lardi, o'rtada bitta choraxa bo'lgan. Eskidan shu futsitim choraxasi deyilardi. Juda tirband choraxa edi. Mana shu choraxadan o'tishga taxminan transport vositasini 20 daqiqadan yarim soatgacha vaqt ketadi. Razor uzoq edi. Qaytish mumkin emas joydan shofyorlar qaytardi-da. O'z qurilishidan oldin aholi unchalik yaxshi emas edi, probka bo'lib turardi. Ilgari probka bo'yat edi shu mos qurilmasdan oldin. Mana shu yo'l bitsa, xudo xolsa hamma joy yaxshi bo'ladi. Xohlagan odam xohlagan joydan burilib kirib ketaveradi. Qulayliklar juda zo'r bo'ladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga tashrifi chog'ida ushbu yo'l o'tkazgich loyihasi bilan ham tanishdi. Mazkur inshootni qurish jarayoni davlatimiz rahbarining 2023-yildagi qarori asosida boshlangan edi. Obyektning foydalanishga topshirilishi bilan Toshkent va Nurafshon o'rtasidagi qatnov vaqti kamida 10-15 daqiqaga qisqaradi, deydi mutaxassislar. Ilgari masalan Nurafshon shahriga borishgacha shu choraxadagi tirbandlikni hisobga olsak 1 soatdan ziyod vaqt ketardi. Hozir 40 minutga yetib bormaydi. Choraxamizni mana ko'rib turibmiz, bir tomonda juda katta bozor qurilgan va aholi yashash massivlari qurilgan. Bozorga kirib chiqish uchun bu loyihada alohida yo'laklari berilgan va piyoda yuradigan aholini mana shu transport vositalari bilan to'siqsiz harakatini ta'minlab beruvchi yerosti yo'laklari qurilgan. Yana bir e'tiborli jihati shundaki, avval bu yo'lda kuniga uzog'i bilan 30 ming avtomobil harakatlangan bo'lsa, ikki sathli yo'l kesishmasi hisobiga uning o'tkazuvchanlik quvvati bir necha barobarga oshib, 130 mingta avtomobilga yetadi. Agar Nurafshondan Toshkent shahriga keladigan fuqaro o'rtacha hozir 50 minutgacha vaqt sarflayapti. Bayram mana shu ko'prikning ochilishi mana shu 50 minutni eng kamida 25 dan 35 daqiqagacha qisqartirib berdi. Mana shu bitta fuqaro 25 minut yo'ldan hisob qilyapti. O'sha asabbuzarliklar, tirbandliklar bir taraf, eng asosiysi piyodalar bilan qaytib oladigan yoki shaharga yoki vodiy yo'nalishiga yoki aytaylik Bekobod yo'nalishga ketadigan fuqarolarni hech qanaqa bir-biriga xalaqit qilmagan holda qaytib olib, harakat xavfsizligini ta'minlaydi. Ya'ni har tomonlama bugun bir ta'bir bilan aytganda muhtaram yurtboshimiz bizga jahon standartiga javob beradigan, viloyat iqtisodiyotini o'sishiga bir turtki bera oladigan. Ikkinchidan ko'rgan odam biz faxrlansa arziydigan obyekt bugun bizga sovg'a bo'lyapti. Prezidentimizga loyihaning texnik yechimlari, transport oqimini boshqarish imkoniyatlari hamda kelgusida Toshkent Nurafshon yo'nalishida tezyurar avtobus tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha rejalar haqida ham axborot berildi. Mana shu yo'nalishda kelgusida BRT, ya'ni alohida avtobus yo'lagini barpo etish rejalashtirilgan. Ushbu yo'lak asosiy avtomobil oqimidan mustaqil bo'ladi va avtobuslar hech qanday tirbandlikka uchramaydi. Natijada qatnovlar jadvalga muvofiq amalga oshiriladi. Hozirda ushbu muhandislik yechimining dastlabki qurilish-montaj ishlari olib borilyapti. Loyiha yakuniga yetgach, Toshkent Nurafshon yo'nalishi bo'yicha zamonaviy jamoat transporti tizimi shakllanadi. Mana shu BRT tizimini 3 kilometr yaqin qismi qurib bitkazildi. Bitta stansiyasi qurildi. Bizda demak xorijiy hamkorlarimiz mana shu BRT tizimini Nurafshon shahrigacha qurish taklifini beryapti. O'z mablag'lari hisobidan. Hozir ushbu masalada hurmatli prezidentimizni demak ko'rsatmalarini oldik, topshiriqlarni oldik. Mana shu topshiriqlar asosida ular bilan birgalikda ishlab, yaqin kelajakda mana shu BRT tizimini oxiriga yetkazamiz.
Shuningdek, Toshkent-Nurafshon avtomobil yo'lining 27 kilometr qismi rekonstruksiya qilinyapti. 96 million dollarlik loyiha doirasida 27 kilometr uzunlikdagi yo'l ta'mirlanib, asfalt yotqiziladi. Qolaversa, 8 ta ko'prik barpo etiladi. 9,5 kilometrlik veloyo'lak va piyodalar uchun yo'laklar tashkil etiladi. Yo'l infratuzilmasi 240 ta tashqi yoritish chiroqlari bilan jihozlanadi. Mazkur loyihani 2027-yilda to'liq ishga tushirish rejalashtirilgan. Loyiha bizda ikkita bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichi o'sha 23-yilda boshlangan. Asosiy qism ko'prigimizdan tashqari 4 ta aylanib tushuvchi yo'lak va 4 ta yo'naltiruvchi yo'laklardan iborat. Bu yerda asosiy yo'laklarimiz 6 polosadan iborat. Qayrilib borish tonnellari barpo etilyapti bugungi kunda. Loyihada shuni ko'zda tutilgan. Yo'lovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida veloyo'laklar va yer osti yo'laklari tashkil etilgan. Eng qiziq jihatlaridan biri oldin mana ko'prik qurganmiz, topshirganmiz. Ko'prik hududida obodonlashtirish hududlari 30 ming kvadratdan oshmagan hech qachon. Bu yerda 75 ming kvadratdan oshiq hudud obodonlashtirildi. Bir so'z bilan bu loyiha har kuni mana shu yo'lda harakatlanadigan fuqarolarning uzog'ini yanada yaqin qilishi, qolaversa hududlar o'rtasida iqtisodiy faollikni kuchaytirishi kutilmoqda. Tashrifdan so'ng ko'prik va unga tutash yo'l to'liq foydalanishga topshirildi. Bu loyiha davlatimiz rahbarining yurtdoshlarimiz uchun o'ziga xos tuhfasi bo'ldi. Ilgari kelgan odam bu yerda tanimaydi, mana chiroyli bo'lib ketdi, chiroyli maskan bo'ldi. Shuncha joylar obod bo'lyapti, mana qancha qurilishlar bo'lyapti. Prezidentimizga ming rahmat. Har taraflama qulaylik. Ustidan kelsangiz ham o'tkirda saydan ham qulayliklar. Hammasidan rozimiz. Prezidentimizga rahmat. Bundan oldingi tirbandlik bo'lmaydi. Misol uchun Sergeli bo'lsa, Sergeli yo'lga ketadi, to'y ketadi, u yoqqa ketadi. Misol uchun bu yoqqa bo'lsa, Chorva tomonga ketaveradi. Yo'l har tomonga bo'linganda, o'sha tirbandlik bo'lmaydi, yaxshi. Bozorga misol uchun 12 ta viloyatdan keladi-yu, shopirlar hamma keladi. Shu keladiganlarga o'ta qulaylik bo'ldi. Xudo xolasa, bir umrlik bo'ladi degan umiddamiz. Prezidentimizga rahmat. Yaxshi ishlar olib boraversin.